Assalomu alaykum aziz yaxshimisizlar, tinchliklar, sog'mi qadrdonlar. Osh qilishni boshladik mana. Ko'rib bir baho bering. Qadrdonlar, mana yog' qo'yib oldik. Yog'ni qo'yib, endi so'z piyozlar tashlaymiz. Xudo xolisa. Kuzatishda davom etinglar. Mana piyozni soldik. Qizargandan keyin xudo xolisa go'sht solamiz. Sizlarda qanaqa? Kommentariyada yozinglar. Oldin go'sht solasizlarmi, piyoz solasizlarmi? Go'shtni soldik. Bu ham qizarib, qovurilgandan keyin xudo xolisa so'zini sabzini solamiz. Azda mana suvni ham qo'ydik. Suvni qo'yib mana qaynashni boshladi. Xudo xolisa bir 5-10 minut qaynasa yurish solamiz. Mana qadrdonlar, ko'ryapsizlarmi? Bo'li qaynab chiqyapti. Damlash jarayonini ko'rsatib boraman sizlarga. Qadrdonlar, hozir endi damlaymiz. Qadrdonlar, mana damlab qo'ydik. Qopqog'ini yopgan. Yarim ochib qo'ysa, yarimda ozod. Endi pasaytirib qo'yamiz. O'chirib qo'ying, bitta to'kish kerak. Qadrdon, mana oshni bizyapti, kerak o'ylar. Mana oshni ko'ryapsizlarmi? Oy. Go'sht ichida. Go'sht ichida. Mana. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishda davom etinglar. Aslida qadrdonlar, mana oshni bizga kelaverasizlar, mana oshni mazasini tatamiz hozir endi.